bolalaringizni va ayolingizni qizlik uyiga bor maza qilib dam olib kel deb yuborasiz. Bu vaziyatda esa aksincha ayol emas, erkaklar yolg'iz qolib maza qilib dam oladi. Bu safar 3 ta bolamni o'zim bilan olib qolib, ayolimni onasinikiga yubordim. Qani endi ko'ramiz, qay holatda dam olarkinman. 3 oylik o'g'lim har 2 soatda qorni ochib, kashi so'rab yig'laydi. Kamiga pamperslarini ham vaqtida almashtirib turish kerak. 1,5 yoshlik qizalog'im esa juda sho'x payti. Unga ham kasha, ham ovqat tayyorlab berish kerak. Yana har 3 soatda uxlatishim shart. Katta o'g'lim esa yordamchim. Xullas bolalarni qornini to'ydirib, bir amallab o'zimiz yeyishimizga pitsa tayyorlab oldim. Kuni bo'yi bolalarga qarab, kech tomon asablar ham tarang bo'lib qolar ekan. Uylar esa yoyilgan, bolalar yig'lagan, idishlar yuvilmagan. Kech soat 12da 2 ta yosh bolalarimni bir amallab uxlatdim. Endi uylarni bir sidra yig'ishtirib, ayolim qandoq tozalab ketgan bo'lsa, men ham xuddi shundoq tozalab, saramjon sarishta qilib qo'yaman dedim. Bu orada katta o'g'lim gilamdagi yog'lar va dog'larni babi yordamida bir zumda ketkazib yangidek qilib qo'ydi. Faqatgina gilamlarni emas, bolalarni dog' bo'lgan kiyimlarini ham kir mashinaga solib babi bilan tozalab oqartirib oldik. Xullas ishlarni qilib tong sahar 4da uxlashga yotdim va soat 6da esa yana bolalarni qorni ochib uyg'ondim. Endi aytingchi, bolalar bilan o'z uyiga ketgan ayol dam olib keladimi yo bir o'zi uyda qolgan erkakmi? Kommentariyada javobingiz qiziq.